sababchi bo'lganlarga, o'zga yurtda yurganlarga hammasiga kattakon rahmat. Yuzinglar hamisha yorug' bo'lsin. İlahi amin. Qilgan ihsoninglarni Xudo qabul qilsin. Biz razimiz. Sizlarga katta rahmat. Uyinglar tinch bo'lsin. Bolalaringni rohatini ko'ringlar bolam. Amin. Siz bizden haber aldınız, sizlerden Allah yurtlasın, bu dünyada ham, bu dünyada. İyi azzekenga rahmat, ilan aşırı bilmemiz azzeken. Sadakalar yapmadık, bizga yetkazdilar azzekenga. İşlerini muvaffaqiyatli, tilab qilamiz, nimaiki niyat qilamiz, yurgan niyatlarni hammasiga yetsinlar. Birilarga men bersin shunchalik shuni eslab shunchalik ziyorat qilib kelganinglarni yuringlar. O'tganlaring joylari jannatda bo'lsin, ovqatlari bo'lsin, tuxumlariga yengil bo'lsin. Sizlar o'zlaringiz sog' salomat bo'linglar. Bolalaringni ortiq vaqtda ko'ringlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi niyatlar qilibsizlar, Xudo xohlasa sizlarga ham yaxshi niyat qilib qo'ysin. Alloh baraka bersin, omad bersin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Alloh